Sizlar muhabbet şorpisi deb anlaganmı? İsmidan chiqib turdi. Muhabbetini pishirib, uning şorpisini ise bu muhabbet şorpisi bo'ldi. Hay do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlardan Dilu so'zlaydigan do'stlar, Dilnur Dilu. Bugun men sizlarga shu finslar so'zlab bering deb ayta qilib itildirib o'tgan o'zining o'g'il do'stini pishirib, go'shtni yeb, şorpisini ichib, ming'i qitig'ini yeb o'tgan bir bentay qizlarni Dilosini so'zlab beray. Amsa tenzan qancha shu tanqilib bugungi dialoga kirishib ketaylik. Nurg'un finslar menga yilqi Yaponiyadagi shunday kichik vijik set yilqi bentay erning shpensini yo'llabsizlar, shuni so'zlab bering deb yilqi maxsus aqtallik ayollarni yeydigan, andan keyin turmadan chiqqandan keyin Yaponiyaga qaytib kelib o'zining ish izlarini yezib, dongloq yilqi yozg'uchi bo'lib ketgan bir bentaynikini avatibsizlar. Men uni olib burun so'zlab bo'lganchimu, endi uni avati va mening burun shpenamni ko'rsanglar bo'ldi, u erni so'zlab bo'lganman. Endi bugun so'zlashmoqchi bo'lgan bo'g'nim mush erning ayolchisi. Bu xotinmi Yaponiya. Bugun so'zlashmoqchi bo'lgan bu dialogimiz 1996-yil 8-oyda Yaponiyada yuz bergan. Bir kuni birisi Sashxon telefon qilibdi. Telefonda bizning yinimizdagi bir uyda shunda set bir betbo'y purab ketib bordi. Biroz o'lib qoldimi, yen nima yo'lda chaqan kelib alqisanglar bo'pti deganda, shunda saqchilar shu zamat bor degan. Shu eshikni taq cheksa, hech qanday ovoz yo'q, ya biroz eshik ochmaydiganda, endi Yaponiyada bilsizlar o'zinglarmda jayndan deb bilqanday ayrim muhabbatni tutmaydigan, ota-onasi bilan tutmaydigan ayrim turganlar bor. Undan boshqa qiyirib qilib bolalar baxmaydigan da yashanganlarmi uyda o'lib qolgan chiqchu Yaponiyada. Shundan saqchilar oshunda birisi bo'lib qolmasin deb demismi, yiliq puroq yilqiyadan chiqib o'tdi eshikdan. Shu amaliyot saqchilar yiliq eshikni urib buzib kirdiga. Shundan saqchilar bu eshikni buzib kirib qarsa qaranglar, bu kotining ichi degan ma'lumotdan butun hamiyada narsa. Ondan keyin ma yeda uyab yilqandek noma'lum suyuqliklar osh yega choplashib qolibdi danglar. Shu suyuqliklardan bir xil betbo'y puroq oshlardan chiqib o'tibdi. Shun saqchilar uyning butun hamiyerga mushtu qarab mundal qarsa, uyning oshxonada bir yil ustal o'rinda qo'ygancha shu yerda bir qiz bola bu saqchilar hanviqib qarab bil xiyol yo'q ashta o'tag'idek. Unda qarsa bu qizning qo'lida bir qo'shiq bor ekan, oldida bir taxstak narsa bor ekan. Bu qiz bu yer bir nima yeyibdi-da. Shundan bu qiz saqchilarga qarab birda hanviqib turib o'tgandan keyin, "Ha to'xtab turinglar, men tamoq yeyapman. Tamoqim yeb bo'lgandan keyin o'zim sizlar bilan mangmad ekanda, shu bu gapni deb bo'lib bu qiz lekida qo'yib oshxonaning ishkabini ichib, ichidan nima oladigan deb yaqinlar bir üstü uçuq adamның kallasını ilib, jo'zi qo'yib, abam qo'shig'i bilan yilqi kallasining ustidan uning mingqitig'ini yeydiga ishadi. Yilqi saqchilar paqirtib qo'yib, ashni yeydiga qaranglar. Endi bu qiz yilqi uyning ichidan chiqmay, bekinib o'tirib olgandan keyin, yilqi butun padlarni yepib dumlayapti-chu, uyning ichi sal qorong'uga. Boshda bu saqchilar bu qizning nima yeyotganini ko'ranmabdi-chu. Birdamdan keyin mushtu qarsa bu qizning qo'lidagi bir kalla, ashning ichidan birini o'yib yeyotgan. Yilqini ko'rgandan keyin shu zamat shu yerdagi ikki saqchi eshak bilan qusuydiga qaranglar. Shu saqchilar bu qizni shu yerdan tutib saqchiga borib so'roq qildi. Bu qizning ismi Shangnaydi ekan. Bu qizning bir o'g'il do'sti bor ekan, ismi Mingjo ekanda. Lekin bu ikkisining orasida qattiq jidal qurmaydi ekan. Nimishqa desanglar, bu qiz vahshiy mingan ekan. Yilqi bir qizlar bor-ku, to'xtamaydi o'g'il do'stni nega tuding, nega bording, kim bilan ko'rishding, nimishqa men telefon qilmaysan, nimishqa telefonimni olmaysan, adresingni yo'llari, vejrangni rasm yo'llari, menga agar telefoningni ko'ray deb ashunda qildiganlar bor-ku. Endi mayli qizlar emas, ba'zi o'g'illar ashunda qilib odamning nafas og'ili qo'ymaydigan ashunda darajada kunji yusi alamat kuchlikka. Shu bu bal başta yeng aralashganda shuni yaxshi ko'rishib aralashibdi-ki, keyin bag'ansir bu qizning mijoziga qattiq chidab bo'lolmabdi-chu. Oxiri 1 yil bo'lgan chaqda bu balaning qattiq chidag'uchiligi qolmay, bo'ldi men sening mijozingga qattiq chidab bo'lamdim, bo'ldi ikkimiz ayrılib ketaylik, bek yerib ketdim men deb bu qiz bilan ayrılib ketdi. Shunda o'g'il do'sti bu qizning ayrılib ketib, oz o'tmaylam yeng muhabbet tepibdi. Ma qiz bo'lsa o'g'il do'stining ayrılib ketib, kunda yig'laydi, azoblanadigan nimishqa ayrılib ketimiz deb ashada, ilq tamoqmi gelini o'tmaydikanda, shundan keyindan bu o'g'il do'stining yeng qiz do'stini birdan bilan tepag'ini anglab, bilib, shu bu qiz ichida o'ylayotganda, ha, asli sen talada muhabbatni tep bilib, andikin men bilan ayrılib ketibsan-da, ashnash uchun deb, shu boshdagi azoblanish keyindan nafratga aylanib ketdi bu qizning ko'nglida. Shu bilan bu qizning kallasida shu yerda asta-asta bir intayin qabiy niyat paydo bo'ldi ekan. Shunda qilib bir mezgildan keyin bu qiz bu oldingi muhabbatga telefon qilganda, telefon qilib, ikkimiz aralashgan vaqtdagi ma uyda qolib qolgan narsalarni hamma yig'ishtirib, agar ko'zim ko'msin deyotganda, shu bu bola hech qanday o'ylamaylam, hamma qil deb, shu kun kechlam keldi. Shunda kelib bu bola hamma yig'ishtiray deb turishiga, bu qiz uyda ikkimiz aplashib qolsa xommamdi deb yig'lab bu bolaga eslib, yolurib turib olganda, lekin bu bola yo'q, hargiz sen bilan aplashmayman, ikkimiz ayrılib ketdik bo'ldi, aplashkim yo'q sen bilan deyotganda juja qildi ekan. Shundan bu qiz bu o'g'il do'stining o'zini bunda qarayimsizlarcha, endi bunda bodvan rad qilayotganini ko'rib, yilq oldida yig'layotdi. Yilq yig'isi g'azabga olinib eshadi, mushtaq qarab turganda bu bolaga. Lekin bu bolaning qaromay o'zining narsasini yig'ishtirib yurgan. Shun bu qiz mushta qarab turib o'tgandan o'rlib bilan oshxonaga kirib, oldin tayyorlab olgan bir bol qisvatga qaranglar. Shuni akilib bu bol bir narsa teriyotgan chaqda bu qizga oqisini qilib turgan chaqda, mushta akilib adamning eng ojiz yeri va o'ma keyindiki oqimning sedamdiq. Shu yerga bulqu bilan gum nechini qo'yib, oshmonni eshada urib o'ltirib qo'ydi.
Endi odatda odam o'ldirib bo'lgandan keyin birinchi qatam qotillik qilganlar bo'lsa, odam o'lib bo'lganini ko'rgandan keyin men nima ish qilib qo'ydim, men o'ldirib qo'ydimmi nima deb bunda qilib cho'chib qilib ketadi kinolarda ko'rsak. Lekin bu qiz qanday qildi desanglar, bu bolaning o'lgib ashad yotganini ko'rgandan keyin ashadlan bulqisini tashlab bu bolaning yetib yotgan yerga beshini qo'yibchi, mo'rsiga beshini qo'yib naslab. Mana endi desam mangu menda oylik ketmaydigan bo'ldi. Ikkimiz mangu bildi bo'lgan bo'ldik deydi. Bu eng vahshiy yer emas-a? Eng vahshiysi nima desanglar, bu qiz bu o'g'il do'stini yevetmoqchi. Bu qiz allburun tayyorlab qo'yibdi kedanglar. Hara, andikin pichoq, u bu narsalarni chiqarib tayyorlab qo'ygan. Shu bu o'g'il do'stni parchalashga boshlaydi shöyle. Nech parchalab, benshangning ostidagi to'nglaydigan yerga, ustidagi lingchang yerga, hammaga to'ldirib sevdirga qaranglar. Andikin bu vaqtda bu qizning sal psixikasidan chatoq chiqdimi, ya o'ziga so'zlayotdi, ya jasadga so'zlayotdi. Bu benshangdagi go'shlar qarab nima deydi desanglar, jinim benshangning ichi bek so'g'a, birdan chinab turunjimi, yillam sizni pishirib yevasan, ikki biz ondan birdan bir gavda olamiz deydi. Sizlarga yilqi yaponiyalik o'sha odam yeydigan vijik ernikini so'zlagan chig'imda bu er nemishqa o'sha oqtalli xotinlarni yeydi deb so'zlagan chig'da bu er o'zi bunda vijik kichik paka bo'g'ashqa oqtalli xotinlar yo'g'on bo'g'ashqa shu xotinlarni yesam shularga o'xshash yo'g'onamanmiki yo'g'on bo'lamanmiki deb shu maqsadda yeydi deb so'zlagandim bu. Endi ma qiz bo'lsa nemishqa yeydigan desanglar bu qiz ma o'g'il do'stini vahshiy yaxshi ko'rgan. Endi o'g'il do'stini unda tashlab ketgan ekan. Bu o'g'il do'sti bilan mangu birga bo'lish uchun mush o'g'il do'stini yemoqchi bo'lgan. Endi bu qiz o'zim bildi agarda bu jasadni mushtali qo'yib qo'ysa bu jasadga iniq sesiydi, chiriydi, aytgan buning bilan mangu bo'lmaydi. Shu an mushu o'g'il do'stini yevitish orqali mangu birdan bir gavda bo'lmoqchiga, shu maqsadga yetmoqchiga. Ondan bu qizning kundalik xotira yozgan odatiga qaranglar. Bu qiz shu o'g'ilni qanday ekilma ma uyga. Shu bilan bu ekegan kunni nima yuzbadi, qanday o'ltadim. Ondan buni qanday parchaldim. Birinchi kuni nerni yedim, ikkinchi kuni nerni yedim, hammani shunda iniq bizibdi xotirasiga. Shu bu qiz birinchi kuni nerni pishamoqchi ketsanglar, bu o'g'ilning qo'lini pishamoqchiga. Endi bu xotirasi yozishcha, sen shu illiq qo'llaring bilan mening yuzlarimni silab, men shunda mehr muhabbatlarni ato qilganding. Shunda go'zal aslimlar qolgan. Shunga eng avval sening shu illiq qo'lingni yeyda bu bolaning qo'lida bir tamoq etibdi qaranglar birinchi kuni. Shundan u kuni shu bu bolaning bir barmog'ini bu qiz shunda uzun g'ajlabdi, biz so'ng g'ajlaymiz qo'yning so'nglarini. Shunda g'ajlab, o'ttag'ash bu qizning degan ko'zlariga yoshga ketibdi. Shu muhabbatdan seg'inibchi. Shunda ikkinchi kuni bu bolaning butun ichki a'zolarining hammasini chiqarib qozonga selib suv quyib sho'rpa qaynatibdi. Endi biz yangza ichimiz-ku, bu qiz yenza qilibdi bu kuni. Shu bilan bu sho'rpani pishib bo'lgandan keyin sho'rpasini ichib bu qizga shunda tetib ketib, bu sho'rpaning ismini muhabbat sho'rpasi, ya'ni ayching tang deb qo'yibdi-da. Endi shunimi hammasini shu kunlik xotirasiga yozib qo'yibdi. Mishak bir e'lon qilib qo'yay, men oldin qaytdim, men Osmon yasalgan choch tushishning oldini olgan ma'u chasopini shunda astoydil shunda tafsiliy tushuntirib chiqarib bersam, shunda qizlar setibsizlar. Agarda texnik ishiltib baxmagan bilib baqay degandim, men yoqammi yoqmasmi deb ansirayotgan qizlar bo'lsa, maslahatday, mendan ikkini setib olsanglar, mundaq ishiltib baqirgan shu unvondan birini so'qildim. Mushni ishiltib, shunda yaxshi unumini ko'rsanglar, meni ichib qolsanglar bo'ldi. Agarda men yoqmadi qaytarib etmasanglar, meni ishiltib bo'lgan keyin jun jonsni qaytarasanglar bo'ldi. Birini olsanglar so'qmaydi jum, meni ikkini olsanglar so'qildi. Mushu shpinamni astiga piyoninchi bilan isib qo'yman, cho'qim setilib ishiltib qo'yinglar. Shunda 3-kuni bu bolaning mayda go'shtini pishirib yeyapti qaranglar. Shu bir chetdan yegash, bir chetdan yana xiyolga ketibdi-da. Burun naq mush illiq maydonga beshimni qo'yib, ikkimiz yetib ketdik. Bu maydon ham shunda muskulliq, ham shunda tanshin sifatli. Ajab seg'indim deb buni yeyibdi. Shunda qilib bu shangni aytsa bu o'g'il do'stining go'shini azozdan yeb oxiri yeb bo'pti qaranglar. Shu yeb bo'lib 3 kundan keyin bu qizning yana achchiq kelib qoldi. Nimishqa desanglar, yilqi o'g'il do'stining qiz do'sti esi kelib qoldi. Shu uchun shaxs bo'lmagan bo'lsa, shu mening o'g'il do'stimni ozdirib ketmayam bo'lsa, menga oylik ketmadi. Shu hamidan eski deb shunda shu qiznimi bir nimlarni deb oldib mushuga ekibdi qaranglar. Shu bu qiz kelgandan keyin o'g'il do'stini urgan o'xshash bo'lqi bilan buni uribdi, lekin bu qiz o'lmabdi, oylanib qoldi. Shundan bu qizni yo'lab bir o'rindiq o'tag'izib oldiga bu qizni endi qo'rqitib o'ltirib deb oldiga yilq muhabbatning qallisini mushtalam tiklab qo'yib qo'yibdi. Shundan bu yeng qiz do'sti o'shiq kelib beshini mushtali ko'tasa oldida yilq chirib ketgan o'g'il do'stining qallisini mushtali qarab turgan yilq qiz degan chir chaqirib ketibdi ashada. Qochay desa Alloh qachon yilq o'rindiqqa bog'lab qo'yibdi bu qizni. Ashada degan mushta meni qo'yib deb ketibdi, lekin qachonmabdi. Angacha bu yeng qiz do'stining qo'li qarsa bir tal uzuk tug'dak. Shundan bu qiz qo'pib, "Meni o'g'il do'stim so'qildimi? Mushni o'g'il do'stim so'qildimi? O'laman" deb shundan bo'lqini ekilib bu qizning ma uzuk bilan bilan barmoqlarini pang urib mushta etibdi ashada. Shundan o'g'il do'stimdan so'yishgan qalbiga mushuma deb ekilib bilan mushtali qilib el qizning qalbini kesib oldi. Odamning qalbini kesib olgandan keyin machishi mundal chiqib qoldi u teshiga. Shu yilqi bo'lqini ekilib el qizning zuoniga mushta vang uribdi-da. Shu yil qizning tishlari degan to'kur yeyib tushibdi. Endi bu qiz bu jarayonlarni kunda xotirasiga qanday yozibdi desanglar, voy bu qizning qalbini kesib etgandim, tishlarini urib tushirib etgandim, yomon qiz
kızgarlıq kama köp qaldı. Oy küllüp teli qıp qapma. Oğul dostummu men bilen birlə işəri küllüp meni şundan maqtab getdi deb bezibdi. Endi bu vaqtda bu qızning ma psixikasidan rasmiy çataq chiqa o'xshaydi-ku. Oğul dostuning kallasi bu qizga gaqiyotgandek, işte külyotgandek ko'rinibdi. Shu bilan bu şangni bu qizni har xil usullar bilan qiynab u yerni kesib, bu yerni urib, oxiri bu qizni o'ldiribdi qarani. Shu bilan bu qizning go'shtini yemabdi, biroq ma o'g'il do'stining kallasi bilan bu qizning jasdi sesib har xil puroqlarni chiqarib, oxiri qo'shnilarning burniga yetib, saqchiga ma'lum qilganki. Mana bu bo'lsa, bu muhabbet sho'rbisi delosining butun jarayoni. Endi o'ylashinglar mumkin, bu rostmi, yog'onmi, nimanda yog'ondeklam, bu bir qiz bola qandoq bunda yeb, unda qila oladi, unda bentay qilmas deb o'ylashinglar mumkin. Endi dal sizlar o'ylaganinglardek bu deloning rost bo'lishi natayin. Chunki nurg'un to'rdoshlar izlab yiqibdi danglar. Yaponiyalik to'rdoshlarmi izlab yiqibdi, lekin Yaponiyaning to'rida bu delo to'g'riliq hech qanday bir mazmun chiqmabdi. Faqat bizning davlatimizning to'ridan baki. Endi ma rasmiga qarasanglar, shunda vayron bir uyda Osiyo chiroy bir qiz o'tag'an, endi bir benshang va benshangning ichida liqqidan qip-qizil go'sht turgan shunaqo. Shu bilan to'rdoshlar mushu rasmni olib chet elning to'rlarida tekshirib yiqibdi danglar. Tekshirsa, bu rasmga payloqliq har xil har yanza o'xshamaydigan bambandagi hikoyalar chiqibdi. Mushu rasm, lekin endi yozilgan hikoyalar delolar hech qaysi o'xshamaydi. Ba'zilar aytgan bu yilgi Hello Kitty'ning delosidagi rasm deydi. Endi u deloni men keyin ayrim so'zlab beray. Anki yana ba'zilar aytgan bu yilgi Filippindagi odam dan qizolning delosi deydi. Andiki yana ba'zilar deydi bu qonunsiz odamning ishga a'zolarini ilib sotadigan mushta atkazchilarning tutilgan vaqtdagi rasmiy deydi. Ish qilib bir-birisiga o'xshamaydigan nurg'un ashta hikoyalar chiqib ketdi, lekin rasmning hammasi mushu bir rasm shu. Endi bularning orasida to'rdoshlar eng ishonchli deb qarg'ini bo'lsa, mushu Filippindagi odam yeydigan qizolning delosi ekanda. Endi nimishqa desanglar, shu 2008-yil Filippinda haqiqatan bu to'g'riliq bir ashundaq bir shingvan xabarda chiqib ketgan-ku. Bu rasmdagi bo'lsa Filippinlik bir qizvola ekan. Bu qizvola nurg'un odamni o'ldiribdi. Shu o'ldirib bularning go'shtlarini hammasini benshanqa silib to'ngiltibdi. Nimishqa desanglar, bu qiz haqiqatan odam go'shtini yeyishni yaxshi ko'rgan, xumarga. Shu bularni silib asta-asta ashta pishirib yeydigan bu qiz. Ondikin qaranglar, bu qizval doim do'stlarini, andiki urug'-tuqqanlarini chaqirib uyda so'rin tuzdiganda, yilqilab bilmagan asosda yilqi go'shtlarni pishirib, say qilib ochiq berib yilqilarga yegizib ekan. Endi mushunda bir delo ekanda, u ayni vaqtda o'sha xabarga chiqibdi ekan. Endi buning bilan bugun biz so'zlagan muhabbet sho'rbisining nima aloqasi bor desanglar, birinchidan ikkilisida odam go'shti yegan. Ikkinchidan, bugun biz so'zlaganimizda o'zining muhabbatini pishirib yevatgan to'g'ri. Ma Filippinlik qizvalimi yilqi o'ltagan odamlarning orasida eri bor ekan. O'zining erini o'ldirib etib, uning go'shtini yebdi. Shunga eng oxirida yig'inchoqlab ekansa qaranglar. Bugun biz so'zlagan bu muhabbet sho'rbisi degan deloning rost bo'lish ehtimoligi intayin tuvan. Bu faqat boshqalarning endi eg'izdan eg'izga ko'chib eng oxirida mushundaq shakllanib qolgan bir hikoyasi xolos. Shunga qo'rqmasanglar bo'ldi. Endi mening finsillarim mushta bentay dedolarni anglashga bek amroqchi, shunga men bek aytaqib ketanglar. Gerçi buning mazmuni rost bo'lmasmi, lekin payzo'g'anlik uchun shuni so'zlab berdim. Amsa men u o'smadan yasalgan chachuchni olinadigan mocha sopini setilish uchun topqamanglar. Mushu shpina ostidagi pinojiklar isib qo'ymayjimi? Amsa tenzak bilan shu sanqilishni topqamanglar. Xayr xo'sh.